Assalomu alaykum obunachilar, navbatdagi prinsipimiz sotildi. Bugungi sanangiz 2025-yil 27 may kuni topshiryapmiz. Bu prinsipimizda keladigan bo'lsak 1.62 2.5 bo'ldi. 2 mosli prinsip. Bu 50 sm kontenistlardan bo'ldi. Mana qattiq. Rushotkasi 70, poldan 1.20 bo'ldi. Mol qatnash uchun 4 tarafı ham shivillar bo'ldi. O'zimiz Xorazm viloyati Kavrak qishlog'idan berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi do'stlar? Necha zamondan? 14 yarım ben nersesi bilan verdik. Size tebrikler. Keyinlaşamamız yaxshi kuzayga ishlar. Mana prinsipimiz bir xato obzor etib o'tamiz. 15lik lasetli baloqlar bilan 4 taraf ham shivillar bo'ldi. Yine traktor prinsip risollarini yine bir o'tor 76lik. Yonliklar kontenistdan bo'ldi 50 cm. Yine mol tumush o'ttiradigan nelar ham bor. Yine parkobu kamasharoy bo'ldi. 14,5 milyona verdik bunu. Teyler 3,5 santimetrelik kalın poldan kılıp verdik. Malın aldık kısmı çıktıradigan anaram boyuna mokra asfaltta kılıp verdik. Lasetli baloqlar bilan. Daflameti şu sprapga bo'ladi. Evet, yine bilkasi. Kime shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Bizning manzilimiz Xorazm viloyati Hazaras tumani. Xudo xolasa zakaz beraversa, tayyor prinsiplarimiz ham bor. Zakaz bilan ham ishlab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.